Assalomu futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklari bilan futbol tahlili kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Abduqodir Husanov yaqinlashib kelayotgan Evertonga qarshi uchrashuvda ishtirok etadimi? Gvardiola qisman javob berdi. Manchester City bosh murabbiyi Pep Gvardiola jamoada ishonchli va barqaror futbolchilarning bo'lishiga alohida e'tibor qaratadi. Uning fikricha, jamoada futbolchilar soni ko'p bo'lishi emas, ularning ishonchliligi muhimroq. Hozirda tarkibimiz katta va shunchalikki, 1-2 futbolchi hatto Goodison Parkdagi o'yinga ham bora olmaydi. Bu ular uchun og'riqli holat. Ular o'z uylarida qolishadi va o'zlariga savol berishadi. Men bu yerda nima qilyapman? Shuning uchun eng asosiysi qaysi futbolchi ishonchliroq ekanini tahlil qilish bu juda ham muhim. Bundan tashqari, agar futbolchi ishonchli bo'lsa, unda biz uchun yetarli. Ammo agar u mavsumda faqat 20-25% o'yinlarda ishtirok etsa, unda o'sha pozitsiya yana bir futbolchiga kerak bo'ladi. Bu barchasi keyingi mavsum uchun. Agar tarkibimizda ishonchsiz futbolchilar qoladigan bo'lsa, tarkibni kengaytirishga to'g'ri keladi. Biroq biz to'g'ri va muvaffaqiyatli topishimiz kerak, deya ta'rif berib o'tdi ispaniyalik mutaxassis Pep Gvardiola. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman do'stlar, bugun Merseyside-ning Everton klubi bilan to'qnash keladi. Ushbu uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da start oladi. Qadrli do'stlar, agarda ushbu o'yinni jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizlarga maxsus Telegram kanalimizni qoldiraman. Telegram kanalimiz silkasini